O'zbekistonda yangilik do'stlar. Voy, yangi texnologiya keldi. Bu texnologiya do'stlar, ana asfaltni endi tumalobas vibratsiya bilan qiladigan stanok do'stlar. Mana shu yangilikda do'stlar, uyga, xonadonlarga ishlab chiqarish korxonalarga do'stlar asfalt qilish necha pul bo'lyapti do'stlar? Hozir mana shu yerda yozqiziga ustalardan birida kelamiz. Keling endi uka. Voy, quyoshlarimiz ham cho'tki bo'lib tushibdi. Ha, keling. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Ismingiz? Asrorbek. Asrorbek. Asrorbek, xudo xolasa necha kvadrat metr yotqizasizlar batga? 340 kvadrat. Ko'chasi bilan birga. 340 kvadrat. Necha santimetr bo'lyapti? 5. 5 santimetr. Minimal 5. 5,5. Buni apparatda nima deydi bu yangicha? Vibrakatoy. Ha? Vibrakatoy. Oldin allaqalay bunaqada yapaladi. Unda vibrapliteda jicha balans past beradi. 100 kilo, 50 kilo, 60 kilogacha beradi. Bu hozir 300 kilo, 1 tonnagacha ham beraveradi. Yaxshi urulsa. 300 kilo 1 tonna. Maşallah. Bu suv bilan tekizyaptimi? Bu suvni maqsadi asfaltni yopish bo'lmaydi. Asfalt bir xilda uraveradi. Agar suvsiz bo'lsa asfalt yopishadi apparatga. Xo'p. Endi necha pul bo'lyapti hozir mana shu asfaltlar qilish hozir? Vodiy bo'yicha 60 mingdan 85 minggacha bos beryapti joyiga qarab. Kvadratmi buni? Kvadrati. Tonnasiga 600 mingdan 850 minggacha. 600 ming 800. Bu vodiyli narxlar. Vodiyli narx. Endi voqean kelishilgan narxda O'zbekiston bo'ylab ham chiqaveradi. O'zi qarang mana, asfalt qayerdan chiqadi bu hozir? Farg'onada. Nimaga Andijondan Namanganga chiqmaydi? O'zimizni zavodimiz, o'shancha bemalol garantiyasini beraveramiz. Ha, u zavod o'zlaringiz, xudo xolasa. Bu endi mayinimi bu hozir bu? Hozir operator meni ko'rsating. bos berilyapti. Buni ko'rsating. Bu mayini bu. Pisoyni o'zida birorta sheben topi yo'q buni. Bunachi, bunday yiri yo'llarga bosib, unaqa yo'q. Qarasam bor, u bilan nima farqi bor? U katta trassalarga ishlatamiz, og'ir yukka moslaymiz. Bu yengil mashinalar, yengil xonadonlarga bu asfalt, mayin asfalt. Hozir mana ishlab chiqarish korxona ekan. Namanganda do'stlar, bitta chiroyli ishlab chiqarish korxona ekan. Ya'ni syomka qilmay qo'ygan operator, endi ruxsat berishmagan, lekin aytib ketish ruxsat berishgan. Namangan kastim shimlarida professional ustalari mana shu respublikada chetda bo'lsa kerak, to'g'ri. Namangan shahrida biz bu yerda korxona ham brendini aytishmadi, lekin polni eksport qilishar ekan. Ya'ni o'sha sizlar chet elga borib millionlab oladigan shavra mana shu Namanganda chiqariblar. Namanganlar like qo'yib, chetda biz yozib qo'yinglar. Xudo xolasa. Qarang. Endi asfalt Farg'onada bo'lganligi uchun vodiyni Liboy bekasiga orqa beraverasizlar. Toshkentga Toshkent. Toshkentda ham zavodlarimiz bor, tenderlarimiz bor. Hatto narx o'zgaradimi? O'zgaradi. Narx o'zgaradi. Balki tushishi mumkin, balki ko'tarilishi mumkin. Zavodga qarab turib, zavod yaqiniga qarab. Balki mashina kiraveradimi? Bemalol kiraveradi. 15 tonna, 20 tonnalik sudulani olib kirib chiqaveradi. Asfaltlaniyalari zo'r bo'lgan. Endi nimachi yuk mashinalar endi asfaltga tashkil etilmaydi o'zlari. O'zi betga kirmasligini hisobiga yengilroq berdi. Ko'chaga katta mashina kirishining hisobiga qalinroq qilib cho'tga berdi. Betga bemalol havola kirsa bo'ladi. Ko'chani ham yopasizlar. Ha, ko'chani ham yopqizamiz hozir. Ertaga chiqsa bo'ladimi? Aha. Ertaga chiqsa bo'ladimi? Yo'q, aylanib qoladi. Ha, do'stlar. Yangi qilib zo'r. Texnologiya borgan sari rivojlanavergan deyman. O'zi 1 yil ichida shu narsaga keldik-ku. Oldin ana to'g'ri katoyda qilinardi. Ha. Kichkina katoycha bo'lardi. Keyin vibroplitaga o'tdi. Undan keyin hozir Manetlari asfalt qilingan ekan. Ha. Kamazda bemalol kirib chiqyapti. Kamazda kirib chiqyapti. Faqat bu yerga yirik asfalt qilingan ekan. O'sha bizdan oldingi ancharoq oldin qilingan. Endi mana qarang. Modda o'zlari tayyorladilarmi yo tayyorlab berishdimi sizlarga? Bu asfaltlaniyasini o'zimiz qildik. Ha, o'zlari tayyorlayman shu sizlarga. Sizlarga endi o'sha shag'al-pag'al mo'larni olib berish kerakmi? Pisoyni olib berishadi, tagiga solinadigan zasikasini agar kelishilgan holatda bo'ladi, borib ko'ramiz. Agar zasikani ichida ham qilib beramiz, asfalt ichida. Agar zasika ko'p bo'ladigan bo'lsa, juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, uyga egasi bilan kelishilgan holatda. Sababi hozir bitta hovani yayganda 1 kunlik vaqtimiz ketadi. Uyda egasi 10 ta hovali joyi buni bepulga qilib berasan deyolmaydi bizga. Sababi vaqtimiz 5-6 kun ketib qoladi. O'shani hisobiga agar ko'p bo'ladigan bo'lsa kelishilgan holatda qilib. Ko'p bo'ladigan bo'lsa kelishilgan holatda qilib. Lekin bitta ikkita bo'lsa kelishaveramiz uyda egasi. Uklonlari-chi, uklonlari. Uklonlari xudo xolasa aytilgan tomonga qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Beka ekan,
uklonlari mana misol uchun bitta hozir uklon baqa bo'libdi. Ha. Ya'ni Baqa yog'ni bo'lib, baqasi nariyoqqa bo'lib ariqqa qaragan. Qolgan joylarda uklonlarni o'zlariga qilib Ha, berasizlar. hozirgi holatda ham o'rtada kolodis bor edi, shunga tushirib berdik. Buni turbali kolodis Ha. kerak mana shu. Ashturda kolodis. O'ziga ketaveradimi? Ha, ilgari qaraydi hozir. Mana o'rtadagi kolodisda hozir ham nima qilgan? Tushadiganlar kolodis bor. Xo'p, qarang. Endi biz obunachilar uyga ham qilsa bo'ladimi yo'qmi? O'zi vodiyda hamma uyga qilyapti. Ba'zi bir joylarda tashkilotga qilyapmiz. Hozir masalan bu sezonda 15 ta qilgan bo'lsa, bu 16-si endi tashkilotga bo'ladi. Do'stlar, mana sizlarga savol. Qop-qora asfaltni uyga qilsa bo'ladimi yo'qmi? Like qo'yib, o'z fikringizni kommentariy yozib qo'ying. Juda ko'p odam uyga qilib bo'lmaydi. Issiq bo'lib ketadi. Do'stlar, bu hozir qop-qora bu. 3 kundan keyin bu oppoq bo'ladi, Ha, suvga chasta qorayadi xolos. Ha. Issiq bo'ladi, issiq bo'lmaydi, to'g'risi. Xo'p. Hozir qosim obunachilari bo'lsa, skipka qilaverasizmi? Beramiz. Birinchidan ikkita zo'r klientga skipka beramiz. Cho'tki qilib beradi. Cho'tki qilib beramiz. Xo'p, endi bitta savol. Batta hozir stashkiga yopib keldi. Ha. Tagiga suv o'tadimi, o'tmaydimi asfalt? Ma'lum bir miqdorda o'tadi, asfaltga ta'siri shimish bo'ladi xolos. Ha, betonni ham masalan suv quyib qo'ysa sekin quriydi-yu, asfaltda ham quriydi. Bir ikkita joyda kafellarga olib silishgan. Uni ham qilib berasizlar. Qilib beraveramiz. Kafelni ustidan ham bu holatda qilib beraveramiz. O'zbekistonda aytib pulini berib, yaxshi odamlar bo'lsa chiroyli qilib ishlarni qilib beraveramiz. Oldindan necha foiz berish kerak ekan? Oldindan puli shart emas. Borib o'lchaymiz, chiroyli qilib bitkazib ketaveramiz. Asfalt olib kelgandan keyin beraverasizlar. Asfalt kelishdan oldin yasaveramiz. Bas. Joyini so'radi. Qalinroq qilib yotqizish kerak bo'lsa-chi? Qalinroq qilib nima bo'lsa, tonnasiga hisoblatib, istalgan miqdorda bosib beraveramiz aka. Misol uchun endi hali katta yuk mashinalar kiradigan bo'lsa, borda endi asfalt yo'q. Betondan ko'ra asfalt nimani o'xshaydi? O'zi beton arzon tushadimi, asfalt tushadimi? Asfalt o'rdan tushadi. Nimaiki mana shu 340 kvadratli joyda bir kunda asfaltlaniyasi bilan hamma yo'q bitkazdik. Agar betonchilar bo'lganda 5-6 kun bo'lardi. Necha kun bo'lib turgan? O betga kommentariyada yozib qo'yishdan 340 kvadrat joy. 300 kvadrat joy do'stlar. Necha pul bo'ladi? O'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qo'yinglar, xudo xolasa. Asfalt qilish kerak bo'lsa do'stlar, ekranda nomer bor. Aloqa qilsanglar, borib xizmatlarni cho'tki qilib berishadi. Aytgandagi vodiy bo'yicha, vodiyda ham qat'iy Xonobodgacha qilib berasizlarmi? Bemalol vodiyda chek, vodiy degan joy bo'lsa bo'ldi. Endi vohaga ham chiqaramiz. Vohada ham qaraydigan odamlar bor, chiroyli qilib ishlarni bitkazib berishadi. Aka asfalt yetib boradimi issiqlik? Yo'q, u yoqdan olinadi. Navoiydan zavoddan. Qatta asfalt sotiladi. Navoiyda. Navoiyda. Navoiyda bitta bor, Toshkentda bitta bor. Bitta asfalt bor. O'zi do'stlar, asfalt gaz bor joyda bo'ladi. Gaz bo'lmasa asfalt bo'lmaydi to'g'risi. Chunki bunga saqich qo'shiladi. U keyin nima? Kumini ham sachib berasizlarmi? Buni ham sachib beramiz. Palasani siz beramiz, hamma yo'g'ini qilib beramiz. Yo'llarga stayankalar. Palasasigacha chizib beramiz, hamma texnikamiz. Bu stayankasiga alohida to'laydimi? Kelishamiz. Agar kichkinaroq joy bo'lsa ichida qilib beramiz, kattaroq bo'ladigan bo'lsa alohida gaplashib beramiz metriga. Do'stlar, Alloh quvvat bersin. Like qo'yib, o'z fikringizni kommentariyga yozib qo'yinglar. Faqat.